Qachongacha bu holat davom etadi? Akangiz kuni bilan uyda. Meni bu uyda yurishim bor, turishim bor. Mahalladagi hamma ayollar menga g'alati qarashni boshlayapti. Menam boshqalarga o'xshab siz bilan yolg'iz yashagim keladi. Boshqa ayollarning erlari ayollarni xohishiga qaraydi. Chet ellarga sayohatga olib boradi. Mani-chi? Bu uyda hech kim eshitmaydi. Nima qildiysan? Nimadan qo'rqasiz? Axir uy sizning nomingizda-ku. Ayting, chiqib ketsin. Jim bo'l. Ertaga yo'q, hammasini hal qilaman. Ishlaringni qil. Aka, nima qilyapsiz bu yerda? Ha, uka, o'zi sen bilan gaplashib olmoqchi edim. Ish topdim. Yotoqxonasi ham ichida. O'sha yerda yashamoqchiman. Senga ham, kelinga ham ortiqcha yuk bo'lmay, uka. Ha, hammasini eshitibsiz-da. Qarang, hozir o'zim sizga tushuntiraman. Aka, ayollarning gapiga e'tibor bermang. Ular o'ylamasdan gapiraveradi. Bu bizni ota hovlimiz. Sizni ham, meni ham bu uyda haqqimiz bor, aka. Esizdami? Bolalikda meni hammadan himoya qilardingiz. Ukajon, bolalik ortda qoldi. Menga oilang tinchligi muhimroq. Endi menga ruxsat. Aka, O'g'lim, erkak kishi ahli ayoli bilan jigarlari o'rtasida tarozi bo'ladi. Farzandlaring kelajakda qanday bo'lishini xohlasang, jigarlaringga ham shunday munosabat qil. Boshqa ayollarning erlari ayollarni xohishiga qaraydi. Chet el sayohatga olib borishadi. Ayting, chiqib ketsin. Dilnoz uydamisan? Ha? Yaxshi yetib keldingizmi? Kiyimlarni yig'ishtir, ketamiz. Qayoqqa? Hujjatlar hammasi tayyor. Tushunmadim. Endi uy akamning nomida. Endi akam qachon ruxsat bersa, o'sha paytda yashaymiz bu uyda. Tushundingmi? Nima?